Mana bu Harromanni qilgan ishini bitta ko'ringlar. O'rtoqlar, bu video bu Hindiston taraflarida olingan bo'lib, Hindistonda shunday odat bor ekanki, Ramazon oyida shu og'iz ochishga bir yarim soat, 1 soat vaqt qolganda, e, odamlar kelib turib, masjidga kelib, shu yarim soat, 1 soat ozgina uxlab olishar ekan. Ramazon oyining birida mana bu iflos masjidga kirib kelyapti-da, uxlayotgan odamlarning oldiga kelib yotib, tipa o'zi ham uxlagan odamga o'xshab, mana bu odamning oldiga yotyapti. Kelib yotib turib, uxlab yotgan odamni cho'ntagidan telefonni o'g'irlayapti o'rtoqlar. Qanchalik bir iflos inson bo'lish kerakki, shu masjidga kirib, masjiddan narsa o'g'irlashlikka. O'rtoqlar, bunaqa insonlar, ya'ni bunaqa harromalar yildan-yilga ko'payib bormoqda. Imенно masjidga kirib, odamlarning telefonlarini o'g'irlaydi. Har xil ehson qutilaridan pullarni o'g'irlashyapti o'rtoqlar. Bu ham yetmaganda еще obuvlarni o'g'irlashyapti. Bunaqalar haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qolinglar. Har bitta kommentga обязательно ответ qilaman.